Assalomu alaykum hurmatli Manchester United muxlislari. Sizlar bilan yana bir bor Zamin Reds kanali va men sizlar e'tiborlaringizga navbatdagi tahliliy videoni taqdim qilaman. Undan oldin odatdagidek sizlardan like bosishni, kommentariy yozishni hamda bizning kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda, demak biz boshlaymiz. Bugungi mavzumiz hammalaring yaxshi bilsalaring kerak, kecha bo'lib o'tgan Old Trafford stadionida Manchester Anthony Taylor sudyaligi ostida shu mahalliy Manchester United jamoasi Brighton jamoasini qabul qildi va ishonchli tarzda 4-2 hisobida ajoyib g'alabaga erishdi. Butun muxlislar kutgan o'yinlardan, muxlislar kutgan davrlar boshlanyapti deb o'yladi ko'pchilik. O'yin nuqtai nazaridan nima deyish mumkin? O'yin haqiqatan ajoyib bo'ldi. Manchester United birinchi taymda ajoyib o'yin namoyish qildi va natijaga erishdi. Ikkinchi taymda shu natijani mustahkamladi va Brighton gol urishiga qaramasdan oxirgi nuqtani yana bir bor Manchester United qo'ya oldi va ko'z tegmasin deb aytaman. 3-g'alabali seriyamizda 3 o'yinga cho'za oldik va o'ylashimcha bu hamma MU muxlislarini ruhlantiradi albatta. Endi yagona mana shundaqa nima deydi, istagim shu seriya maksimal darajada davomiy bo'lsin, ishonchli bo'lsin va muxlislarga yoqadigan o'yin namoyish qila olsin MU. Mana shu nechta o'yin yutish nasib qilgan bo'lsa, ana shuncha o'yinlarning hammasida. Lekin shu oktyabr oyidagi o'yinlarning 3tasini biz g'alaba bilan boshladik. Va bu albatta komandamiz uchun so'zsiz motivatsiya bo'lib xizmat qiladi. Bevosita o'yindagi jarayonlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, dastlabki daqiqalarda Manchester United yana o'zining o'yinini namoyish qilishni boshladi. Ya'ni u qanotdan bu qanotga to'plarni oshirib, havodagi to'plarda kurashda effektivlikni, ya'ni kurashuvchanlikni oshirib, raqibni o'sha havoda oshirilgan to'plar qanotlarda o'ynayotgan holda davleniya qilishni boshladi va 24-daqiqada Kazimironing pasidan keyin Kunya Manchester United safidagi debüt golini urdi va 16ni jarima maydonidan tashqarida bergan zarbasi aniq bo'ldi va hisob 1-0 ga yetdi. Oradan 10 daqiqa o'tib, 34-daqiqada endi Kazimironing o'zi katta sahnaga chiqdi va shovni uzatib berilgan to'pda u ham jarima maydonidan tashqarida zarba berdi va hisob 2-0 ko'rinishiga yetdi. Ikkinchi taymda 61-daqiqada Bemu Sheshkoni ajoyib pasidan keyin hisobni 3-0 ko'rinishiga yetkazdi. 65-70 minutlarda biz 3 ta zaminaga qo'l uramiz. Show, Diallo hamda Kazimirolar o'rniga Heven, Dorgu hamda Kobi Maynular maydonga tushdi va bu o'yin suratini deyarli o'zgartirmaydi, lekin 74-daqiqada Brighton jamoasi Brighton futbolchisi, sobiq MU futbolchisi Danny Welbeck jarima zarbasidan ajoyib tarzda foydalanib hisobni 3-1 ko'rinishga olib kelib qo'yadi. Va 81-82-daqiqalarda biz yana zaminalar qilishni boshladik. Kunya hamda Sheshkoni o'rniga Ugarte hamda Zirkzee maydonga tushdi va 90+2da Brighton jamoasi yana bir to'pni kirgizadi darvozamiz tomon. 3-2 hisob qayd etiladi va 90+7da Hevenning ajoyib pasi, Hevenning pasidan ko'ra Bruno Fernandeshni qanchalik maydonda ko'ra olish xususiyatini men ijobiy baholagan bo'lardi. To'p o'tkazib yuboradi Fernandesh va Bemu hisobni yakuniy 4-2 hisobiga olib kelib qo'yadi va MU ishonchli tarzda, men shunday deb ayta olaman, ishonchli tarzda 4-2 hisobida azaliy nima deydi, omadi kelmaydigan va super o'rtamiyona jamoalar hisoblanadigan Brighton jamoasidan biz 3 ochko ola oldik. Endi statistikani ko'rib chiqadigan bo'lsak, XG bo'yicha Manchester United 1.29 ta golga o'yin namoyish qilgan, Brighton jamoasi esa 1.12 ta golga o'yin namoyish qilgan. To'p egallab turish bo'yicha 64 ga 56, 44 ga 56 qayd etishgan jamoalar, zarbalar bo'yicha 13 ga 17 va aniq zarbalar bo'yicha esa 9 ga 5 hisobi qayd etilgan. Ko'rib turibsizlar, sohada ham shu aniqlik borasida MU ning qo'li baland kelgan.
turni jadvalni ko'rib chiqadigan bo'lsak, va nihoyat ko'pchilik kutgan pozitsiyaga kelyapmiz. Kuchli to'rtlikka kira oldik. Hali bizdan oldingi va bizdan keyingi bir ikkita jamoalar o'yin 9-turda o'ynash kerak. Shular o'yin bo'lgandan keyin biz aniq o'rnimiz ega bo'ladi, lekin hozircha biz mana shu ko'rinishdamiz va bu albatta odamga quvonarli holatda tuyuladi. Birinchi o'rinda Arsenal 8 ta turdan keyin 19 ochko to'plagan. Ikkinchi turda Sunderland jamoasi 9 ta turdan keyin 17 ochko to'plagan holda ikkinchi o'rinda ketyapti. Uchinchi o'rinda Manchester City jamoasi, ularda ham 8 ta tur 16 ochko to'plagan va 4-o'rinda Manchester United jamoasi 9 ta turdan keyin 16 ochko to'plagan holda ketyapti. Endi maydonga tushgan futbolchilar va ularga qo'yilgan ballarni ko'rishlaring mumkin. Bizda darvozada Sandy Lamans harakat qildi yana va u o'sha o'yin davomida 3-4 marta yaxshi seyflarni amalga oshirdi va bu so'zsiz o'sha jamoadoshlariga orqadagi darvozabon ishonchli ekanligini va xotirjamlikni taqdim etadi deb o'ylayman jamoadoshlariga va shu sababli menimcha Manchesterda himoyasi ham, hujumi ham, markaz ham menimcha bemalol ko'ngli tinch qilib o'ynayotgan bo'lishi kerak. Himoyada Luke Shaw, Matthijs de Ligt hamda Leny Yorolar harakat qilishdi. Endi biz ikkita gol o'tkazib yuboryapmiz. Bitta o'tkazib yuborgan taqdirimizda ham, chunki bittasi jarima zarbasidan bo'lgan. Baribir ham himoyachilardan yukni olmaydi, mas'uliyatni olmaydi, lekin ular o'z vaqtida harakat qilishlari kerak edi. Vaqtimizga o'sha natija, biz kutgan natija bo'ldi deb ayta olaman. Markazda ikkita qanotda Dalot hamda Dialolar harakat qildi. Men Dalotdan ham ko'ra Dialoni harakatlarini taqsimga loyiqligini ta'kidlab o'tishim kerak. Mbemu ikkalasi ajoyib tandem hosil qilyapti. Raqib qaysi biri oldinga chiqishini anglolmayapti. Menimcha Dialo chiqadimi, hozir Mbemu chiqadimi yo Dialo markazga o'tadimi? Shu sababli ikkalasi juda ham zo'r harakat qilib, raqibni juda yaxshi chalg'ita olyapti deb o'ylayman. Markazda Bruno Fernandes hamda Casemirolar harakat qildi. Bruno Fernandesda aytgan 4-goldagi juda aqlli nozik harakati menimcha zo'r chiqdi va Bruno Fernandes o'zida ham o'yin paytida imkoniyatlar bo'ldi, foydalana olmadi. Casemiroda esa bitta gol qayd etib, juda ajoyib o'yin namoyish qila oldi deb o'ylayman. Hujumchi ortida Matthijs Cunha hamda Bryan Mbemolar harakat qildi. Ikkalasi ham gol urdi va bu albatta bizning hujum chizig'imiz va nihoyat produktivlikni namoyish qila olyapti, effektivlikni namoyish qila olyapti deb ayta olaman. Hujumda Benjamin Sheshka harakat qildi va unda bitta assist bor. Assist ham juda ajoyib tarzda qildi. Raqibni aldab o'tgan holda hisobda o'sha Mbemuga pas yetkazib berdi va u hisobda bizni oldinga olib chiqqan. Va albatta zaminaga tushgan futbolchilarda o'sha Heven, Maynu, Ugarte, Zirzilar ham ballarni ko'rishlaring mumkin. Ular ham o'zlariga ajratilgan ballarni soatlarda ijobiy tarzda o'tkazdi deb o'ylayman. So'zsiz shu o'yinning eng yaxshi futbolchisi deb Matthijs Cunha topildi va bu bilan uni tabriklaymiz va Angliya Premyer Ligasidagi debüt goli bilan tabriklaymiz va o'ylayman, niyat qilamizki, gol seriyasi maksimal darajada bardavom bo'lsin. Va yana bir xush xabar, Manchester Unitedning Class 92 ning asosiy tarbiyalanuvchilaridan biri Gary Neville Angliya futbol shon-shuhrat muzeyiga kiritildi va bu bilan Gary Neville'ni ham biz chin qalbimizdan tabriklaymiz. Shu o'rinda ta'kidlab o'taman, shu Amarim ham o'yindan keyin press konferensiyada o'zini shogirdlarini ancha o'sha ularga minnatdorchilik bildirgan. Shuning bilan meni sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shundan iborat edi. Sizlar bilan Zamin Reds kanali bo'ldi. Sizlardan odatdagidek like bosishni, kommentariy yozishni hamda bizning kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda sizlar bilan xayrlashaman va keyingi safar xudo xolasa yana previewlarda ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashib qolaman. Xayr. O'zlaringda saqlang.